10X mashinasiga moy almashtirmoqchimiz. Ko'pchilik aytadi, sizlarda qanaqa almashtiradi, nima qiladi, qanaqa qo'yadi, apparatinglar bormi degan savollar bo'ladi-da. Biz o'shani qanaqa almashtirish jarayonlarini hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bunaqa apparatimiz bor, havoda tortib oladi, qolgan ichidagi paddon ichida moy qolib ketmaydi. Hozir to'kib shunaqa jarayonni ko'rsatamiz sizlarga. Moy ham to'kilyapti, moy ham unaqa yomon emas ekan. Moyni to'kyapmiz. Hozir qolgan ostatga moylarini chiqaramiz. Ikkinchi holatida, mana ikkinchi holatida ko'pchilik shpritsda yo bir narsa oladigan bo'lsa, bizda o'zimizdan spesial moy to'kib oladigan apparatimiz bor. To'kib olinyapti. Qolgan moylarning chiqishini ko'rasizlar, paddonda qolib ketadi bari moy. Mana shunaqa almashtirilsa, hammasi 0 bo'ladi. Yangi moy bemalol quyuraverasiz, unaqa bu bilan aralashib ketmaydi. Polностью ketyapti. Ostatga moylar mana shunaqa qilib chiqarib olinadi. Moy to'kilishi ko'rasizlar. Qanaqa chiqarib olinadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, zamena masalan moy almashtiradigan bo'lsangizlar, 10X trekkerlarda mana shunaqa to'kiladi, olib kelaverasizlar avtomarkaz servisga. Joyimiz Sovur Rahimov Olmazor, hozirgi kunda Olmazor metroning yonida avtomarkaz servis.